Da davomimiz. Mana shu tillalarni bitta hisoblab bering. Hop, bo'ldi. O'tirib oling, men mana hisoblab beraman. Hop, ko'ringchi narsalaringizni. O'zingiz puldan oz tillarmi? Hop, bularingiz adashmasam 585 proboda ekan. Hop, yangi tillalar-ku nimaga sotasiz bularni? O'zi tillalar meniki emas, opamniki. Mashinamni urib oldim. Mashinaga pul kerak. Nima mashina? Sir bo'lmasa. Malibu, oho. O'shanga yangi tillalarni olib chiqib, opez tillalarni sotib olasiz o'zingizning mashinangizga. 2000 kerak bo'lib qoldi. Necha pul chiqarkan hisoblab bering. Hop. Bo'ldi, hozir hisoblab beraman. Hop, grammlari birkasiga yozilgan ekan. Hop, 1256. Hamma tillalaringiz yangi birkali ekan. Opez taqmaganmilar deyman. Yo'q. Plus 1172. O'zimda chiqmadi-ku. O'shanga puldan olib turdim. Ularga olib beraman. Yangi boshqa olib beraman sizga. 5 qarang, hamma tillalaringiz 29.45 gram ekan. Hop, men sizga bugungi kunda 1.50 mingdan qilib beraman. Izzelar hisobida faqat. London naqzamiz. 30.922 ming chiqadi. Tekis 31 million qilib beraman. Dollarda necha pul bo'ladi? Hop, 31 millionmi? 31 million. Men faqat lekin so'mda beraman, dollarda bera olmayman. Oho, sizga 2000 kerakmidi? Da. 2,5 mingdan ham oshib ketdi. 2561 dollar bo'lyapti. So'mda 31 million beraman. Bo'ladimi? Rozimisiz? Hop, qarang. Bu yerda mana 10 million. Hop, 20 million, 30 million bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5. Mana 1 million. Bemalol sanab olasiz, 2 to'g'ri. 31 million. Rahmat. Sizlarni rostdan qimmat olib Hop, qolayotgan. sog' bo'ling. Hop, xizmat ko'rsatamiz. Hop, sog' bo'ling. Agar sizlarning ham shunaqa yangi tillanglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.